Men mayor Mahmudov Farruh To'lqinovich ichki ishlar organlari sohasida 2012-yil sentyabr oyidan xizmat qilaman. Umuman mana shu xizmat davrimda tizimni har xil sohalarda xizmat qilib keldim. Misol uchun 2012-yil sentyabr oyidan jamoat tartibini saqlash boshqarmasi post patrul xizmati oddiy militsioner safdor xodimidan boshlab profilaktika inspektor lavozimlarida, undan tashqari shaxsiy tarkibni ishlash xizmatida xizmat qilib, hozirgi kunda Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosar lavozimida xizmat qilmoqdaman. Ertalab xizmatga kelib, xodimlar avval yo'qlamasini qilib, undan keyin o'zimga belgilangan xizmat vazifalarim bor. Shundan boshlab har bir xodimni xizmat xonasida avvalo tozalikdan boshlayman. Ichki ishlar bo'limi ma'muriy binolar, profilaktika inspektori barcha xodimlar xizmat xonalarining tozaligini ko'rib, undan tashqari qo'lidagi ma'muriy ish bo'ladimi, jinoiy ish bo'ladimi tanishib chiqib, har qanday salbiy holat kelib chiqishini oldini olish maqsadida har bir xodim ichiga kirib, chin ko'ngildan do'st bo'lib gaplashaman. Jiddiy rahbar sifatida ko'radigan bo'lsangiz, xodim ichidagi dardini sizga ayta olmaydi. Do'st bo'lib, uni dardini bilib, oilaviy sharoiti, ahvoli qanday bo'lyapti, nima yordam kerak, hammasini bilib, bundan tashqari xodimlar yo'nalishi bo'yicha ham xodimlarning uylariga tashriflab buyurib, xizmat uylari, xizmat xonalari, mahalla yettiligi bilan asosan gaplashib, xodim to'g'risida fikrlarini o'rganib, o'zimizni oshkora tekshiruvlarimizni amalga oshiramiz. Bizni xizmatimiz jinoyatchilikni oldini olish bilan bir qatorda shaxsiy tarkibni bilim saviyasini oshirish, jangovar shayligini oshirish, tafakkurini, ongini oshirib borish, ularni oilaviy sharoitlarini o'rganib, ijtimoiy qo'llab-quvvatlab, nafaqaga chiqqunga qadar bo'lgan har qanday shu jarayonni nazorat qilib, yordam berib boramiz. Adashib ko'rib qolgan nopok xodimlar bo'lishi mumkin. Ularni aniqlab, tizimdan bo'shatish chorasini ko'rish ishlarini ham olib boramiz. Davlatimiz rahbarining oqilona siyosatlari, tizimga bo'lgan e'tiborlari natijasida bir nafar xodimimiz davlat mukofoti, 2 nafar xodimimiz idoraviy ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu albatta bizning yutug'imiz hisoblanadi. Kelgusida o'ylaymanki, qolgan xodimlarga ham bu kuch-g'ayrat, motivatsiya beradigan umiddaman. Profilaktika inspektor lavozimida xizmat qilgan vaqtimda kamtarona xizmatlarimizni inobatga olib, rahbariyat bizni bir qancha ko'krak nishoni, mukofotlarga tavsiya qilgan. Vatan, vatanparvarlik, vatan tuyg'usi bu tushuncha balandparvoz eshitilishi mumkin, lekin o'zimni misolimda tushuntiradigan bo'lsam, biz oilada 4 ta o'g'il farzandmiz. Hammamiz mana shu ichki ishlar tizimida xizmat qilamiz. Men shu yoshligimda shu tizimga mehrim tushgan. Akam hozir nafaqada, ularga qarab, ularni shijoati, intizomligi, har bir ishni mas'uliyat bilan bajarishi meni qalbimda chuqur iz qoldirgan. Shu sababli men ham shu tizimga kirib, shuni his qildimki, haqiqatdan tizimda intizomlik, mas'uliyat juda kuchli. Tizimga kirish ham o'zi bo'lmagan. Juda ko'p sinovlardan o'tib, keyin qabul qilinganmiz. Farzandlarim hozirdan ichki ishlar tizimiga qiziqadi. Har kuni uyga formada kelib, formada ketganimni ko'rib, havas bilan qarashadi. O'ylaymanki, kelgusida farzandlarim ham ichki ishlar tizimiga kirib, xalqiga, vataniga sadoqat bilan xizmat qilib, bu orqali bizning yuzimizni yorug' qiladigan umiddamiz. Va'da berib aytamanki, kelgusida men va men qatori bir safda xizmat qilayotgan safdoshlarim vatanimizga va xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz.